Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlarda siz kutgan uchrashuv loyihasi uning taqdimoti bilan nafaqat men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayeva va hamkasbim Vahobiddin Ziyo bo'lyaptilar. Chunki assalomu alaykum yana bir bor. Chunki bugungi mehmonimiz o'zgacha. Menimcha agar hamkasblarimizga qolsa hozir hammasi ham kirib olishgan bo'lar edi. Chunki bugungi mehmonimiz xalqimizning hozir nazarida, e'tiborida ajoyib qiziqchi, o'zlarining turli ichak uzdi hangomalari bilan juda ham muxlislarimizning qalbiga kirib borayotgan Huvaydo Jumayeva bo'lyaptilar. Studiyamizda sizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qadrdon deyishimga bitta sabab bor, chunki bolaligimizda radio eshitganmiz, havas qilganman. Qanaqa olam ekan u, qanaqa olam, qanaqa joy ekan deb rosa qiziqardim. Mana opamizning hozir suhbatlari, ovozlari juda shirin, quloqqa yoqimli. Rahmat. O'zim mana shu orzu qilgan joylarga mana keldim, Xudoga shukr. Mana bir Xudoning amri bilan. O'sha bosqichlarni siz yashab o'tdingiz. Anaki. Va arziysiz. Biz hozir Zulfiya opam aytdilar, sizda eng mashhur ayol qiziqchilarimizdan biri. Albatta. Va o'sha biz bolalikda sevib tomosha qilgan televizion miniatyuralar teatrini munosib davomchilari. Endi istemizmi yo'qmi o'sha Roza Karimovalar, Maryam Yaqubovalarni, Maryam Ixtiyorovalarni bir xayrli davomchilar sifatida shunlarni ko'rayotganimizdan xursandmiz. Bu avlodlar almashinuvi. Bu albatta. Zamonlar o'zgaradi, o'sha zamonga moslab, o'sha kreativ, masalan, usullar, yangi avlod shakllandi. Yangi ovoz, yangi qiyofalar keladi. Buni biz tabiiy deb qabul qilamiz. Esingizda bo'lsa, o'sha miniatyuralar teatri shanba kuni chiqardi. Hozir Huvaydo, Mahfuza Yo'ldoshevalar hammasi hozir yakshanba bo'lardi. Hozir har haftada menimcha yangi bir repertuar qilyapsizlar. Endi hozir xalqimiz shanba yakshanbani kutib o'tirmayapti. Mana vaqtlariga internet degan bir ajoyib narsa chiqib qoldi. Xohlagan paytda dushanbami, ertalabmi, 12mi, kechasimi, uyqusi qochgan paytidami hozir mana ko'rib bahramand bo'lyapti va shunday kunlarga yetkazganiga shukur deyman. Shukur. Texnologiyalar asrida yashayapmiz. Chunki bugun informatsiya olish, dunyoni istalgan nuqtasidagi voqelikka munosabat bildirish hech kimga sir emas, juda ham oson, tez bo'lib qoldi. Mana shu jarayonlarda bilasizmi, o'sha hozir Zulfiya opam aytib o'tganlaridek, o'sha bizni televideniya radiomizda an'anaga aylangan Tabassum radio jurnali degan radioda va televideniyada o'sha televizion miniatyuralarni, o'sha teatrni bir xayrli an'anasini saqlab qolyapti-da. Mana shu qizlarimiz chiqishi, nafaqat Foydaxonni, balki o'sha jamoasini chiqishini saqlab qolayotgani bilasizlarmi? Bitta narsa, bugungi jamiyatdagi kichkina katta muammolarga qizlarimizni munosabatlari, albatta. Ayniqsa ayollarimizni munosabatini to'la to'kis namoyon qilayotgani meni xursand qiladi. U mayli u qanaqa vayn ko'rinishda bo'lsin, kichkina lavha ko'rinishda. Keling shu jarayonlar haqida so'raylik. Maylimi? O'zlari gapirsinlar, qarasak. Yo, sizlar juda ham chiroyli gapiryapsizlar. Adabiy tilda, quloqqa yoqimli, sokin eshityapsiz. Nimaga taklif qilyapsiz? Yo, shuna men buzib qo'ymay deyapman-da. Yo'q, to'g'ri, Vahobiddin. Shevani qoqib taylayman-ku. Yo, o'sha shevangiz, shevangiz bir chiroyli gapiryapsiz, men buzmay deb o'tiribman-da. Yo'q, shu sizni shevangiz bilan o'sha nima deymiz, vaynlari deymizmi, video chiqishlarimi, hammasi o'sha shevangizda ochiladi-da. Menimcha improvizatsiya bu sahnaga chiqqandan keyin ham o'zgarib ketsa kerak. Shunaqa bo'ladi. Sahna o'zi boshqacha sehrli, makonni o'zgartirib yuboradi. Biron joyingiz og'rib, darddan azob chekib o'tirsangiz ham, sahnaga chiqsangiz ham bu gaplar ustozlarimiz ham aytgan. Yaxshi bo'lib qoladi. Haqiqatdan ham bilmay qolasiz, sezmay qolasiz. O'sha qayeringiz og'riyotganini ham, o'sha uydagi muammo ham, ko'chadagi shaxsiy hayotdagi muammolar ham shunday esdan chiqib ketadi. Taqqa-taq. Bu o'sha kimdir o'sha dard bilan qiynalayotgan bo'lsa, bir muammo bilan qiynalayotgan bo'lsa, marhamat sahnaga taklif qilamiz. 100 mingdan kelsin. Bemalol siz yarang bo'lgan o'zingiz haqingizda qilaman deb kelgandingiz. Shunday. O'zim nima yaxshi ko'raman suhbatlashishni. Sizlar uzoqdan keldingiz. Shuning uchun ham keldilar-da mana Vahobiddin Ziyo. Men Huvaydo bo'lsa kirar ekanlar. Qarang-da, shunchalik endi nafaqat Vahobiddin Ziyo aytyapman, hammamiz sizni yaxshi ko'ramiz, muxlisingizmiz, kuzatib boryapmiz. Mana shu hozir o'sha davr e'tiboridagi
aynan dolzarb mavzularni chiqarishda, yana hozir xonandalarning hit ashulalarini musiqasiga menimcha parodiyalar qilyapsizlar. Buni kimdir bittagina masalan siz yoki Mahfuza yozyaptimi yoki birgalikda yozyapsizlarmi? O'zim mana shu parodiya qo'shiqlarga parodiya yozishlarni o'zim yomon ko'raman. Rostdan buni Mahfuza qiladi. Bu narsa Mahfuzaga yoqadi. Endi o'zimizni guruhimiz uchun omad olib keladi. O'sha yaxshi baraka keladi. Endi shunaqa tezroq tanilamiz degan maqsadda men ham mayli deb xo'p deb turibman. Menga ko'pincha o'sha voqelik vaynlar yoqadi. Kichkina o'zimiz tilda aytganda intermediatchalar bo'lsa, boshi, o'rtasi, oxiri bo'lsa bo'ldi. Men ko'pincha qo'shiqlarga, parodiyalarga uncha yoqtirmayman. Yaxshi. Baribir siz qatnashasiz o'sha yerda. Qatnashish majburligidan. Endi aytadi, majburiy deb. yo'q, kemaga tushganda joni bir degan. Shunday rioya qiladi. Bitta narsasi bor. Mana prosmotrlar, kuzatuvlarni qarayman. Juda ko'p. Judayam ko'p, ha. Milliondan oshib ketadi ba'zi payt bir-biriga ulashishlar. Aynan mana shu ulashishlarda kelib qoladi. Men aytaman, bular endi nima qildi ekan? Nima yangilik qilib keyin sahifalarga yangilanib borishini biz kutamiz. Lekin o'zi emas, bilasizmi, o'sha liboslarni topish, o'sha obrazga kirish, changlarga botib, ular hech narsa emas, Zulfiya opa. O'sha odamlarga yoqadimi degan narsa bo'ladi. Birinchi ochibda shunday narsa topaylikki, o'sha odamlarni yuragiga yetib borsin. Bachkana ham bo'lib ketmasin. Oltin o'rtalikda olish kerak. Oldi qoshda ham bo'lmasligi kerak. O'sha narsa e'tibordan chetda qolib ketmaymizmikan? Odamlar voh deb ko'radimi? O'sha ozgina bo'lsa ham og'irini yengil qila olamizmi? Dardini o'tkazib olamizmi? Qaysidir muammoni yechilishiga biz ham sababchi bo'lamizmi deysiz? Bo'ldimi shu? Qaysidir muammoga foydasi bo'ldimi? Endi biz davlat muammosini hal qilolmaymiz, lekin insonlar o'zimizga o'xshagan soddagina xalqimizni o'sha ko'pchilik aytadi, ko'chada ko'rib qolsa ushlab oladida, shunday qiynalib bir g'am bilan kurashayotgan paytimda yo bo'lmasa davleniyam chiqqandami yo qayerdandir og'riyotganda sizlar ko'raman deydi, yengil bo'laman deydi. Dardim jovushib oladida sizlarga. Shunday jovushib ko'raman deydi. O'zi ko'chada ko'rsa menga jovushib qoladi hamma narsa. Bu kunlarga yetishish oson bo'ldimi? U mana shundan keldi. Mana qanday yetib keldingiz? Nimalar qilib keldingiz? Ming azobda keldik. Aynan yo'q siz Toshkentga poyezdda osilib kelgansiz. Shunaqa deymanda, qanaqa kelgansiz shunday? Qo'limda 20 ming so'm bilan kelganman Toshkentga. Navoiydan. Dadam aytadilar, rahmatli joylari jannatda bo'lsin ilohim. 20 ming pulim bor qizim degandi. Men shu pulga bug'doy olaman deb turdim dedi. Mana shu bug'doy olsam, yerga eksam, qanchadir o'sha oziqa bo'ladi. O'zing tanla, yo ukalaring oilamizni rizqini sen olib ketasan, yo mana shu yerda qoladi. Senga bog'liq ertangi kunimiz degandi. Endi menda bilmayman, kuchli bo'lgan, shijoat kuchli bo'lganmi. Endi ishonmadim, men dadam qo'lida 20 mingdan ko'p pul bo'lishi mumkin-ku o'zi. Chunki qizlar dadasini har doim boy deb o'ylaydi. Voy, yomon joyga tegdi. Bugun qizimga pul tashlashim. Hech kim ochiq. Esimga tushib qoldi. Shunaqami? O'sha 20 ming bilan kelganman, institutga dokument topshirganman, o'sha 20 ming bilan imtihonlarni o'tkazganman. O'sha paytda bilmayman. 20 mingni barakasi juda ham katta bo'lardi. Mana shunaqa joylar yoqadi. Keyin otangizga aktrisani, san'atkorni mana shunaqa ichki tug'yonlari, menligi, odam o'zini yasamasligi yoqadi-da. Mana siz o'zingiz yasamayapsiz. O'zingizdan borini ko'rsatyapti. Biz mana hozir Zulfiya opam ikkalamiz maza qildik, chunki Zulfiya opam ham viloyatdan tashrif buyurgan. O'sha jovushibni biladi. Ayniqsa mana jovushib deganingizdan sizga jovushibni qo'ya qoldi. Chunki bitta narsa, Zulfiya opam bilan siz ikkita ayolning taqdirida juda o'xshashliklar bor. Ikkalalaringiz ilm istab kelgansizlar. Rizq istab emas, ilm istab. Bilasizlarmi? Mana shu ilm istab, ilmda yo'lida yurgan insonga xoh erkak, xoh ayolga baribir Allohning himoyasi bor-da. Nima deb o'ylaysiz? Shunday himoyasi bor va Allohim bizni yaxshi ko'radi. Har qanday balo qazolardan, yomon ko'zdan, yomon insonlardan asraydi. Men shu paytgacha mana 18 ga kirgan bo'lsam ham, shu 18 yildan beri atrofimda yomon odam yo'q. Hammasi yaxshi insonlar, hammasi o'zimga o'xshagan, ko'ngli ochiq,
qarang orada o'zimni ham maqtab Albatta, lekin hayot ko'zgu deymiz-ku. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz, atrofingizga yaxshi odamlar keladi. Agar o'zingiz ham kimgadir yomonlik qilsangiz, baribir hamma sizdan ketadi. Teatr tahsili, teatr institut tahsili. Bu yog'iga qanaqa ketdi? Ustozlarni. Meni ustozim Munavvara Abdullayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi. Hozir professor ham bo'lganlar. Hali ham ishlayaptilar. Alloh umrlarini uzoq qilsin iloyim. Ona sifatida ham, ustoz sifatida ham, ustoz o'z shogirdiga qaysi darajagacha narsa bera olsa, ilm bera olsa, o'sha darajani berib bo'ldilar. Ona o'z farzandiga qanday mehr berib bilsalar, ana shunday mehrni berdilar. Munavvara opam sizda o'sha aktrisalikni nechog'lik kashf qila oldilar? Siz qanaqa qo'lida sayqallandingiz? Ko'p qirrali mazza qildingizmi? Mazza qildim. Munavvara opam bitta narsa aytib ketaman. Munavvara opamga juda qattiq o'rganganmiz. Biz undan boshqa ustozni qabul qila olmaganmiz. Chunki Munavvara opam o'zlarining shaxsiy bir masalalari bo'yicha chetga ketganlarida bizga boshqa bir ustoz kirdilar. Hech ham o'shanga o'rgana olmadik. Hech ham qabul qila olmadik. Yig'ladik, kutdik, vaqtlar juda qiyin o'tdi va o'sha paytlarda bekorlar shu institutga kiribman degan narsa qiynadi meni. Shunday qiynadi. Munavvara opam qaytib kelgandan keyin hayotimga bahor keldi. Rostdan. Inson o'zini borku, to'g'ri yo'lni topguncha baribir qaysidir toshga urinadi, surinadi. Baribir nima deydi, qaysi harakatingiz to'g'ri, noto'g'riligini bilmaysizda. Mana hozir Munavvara opa sizga tanbeh bergan paytlari ham bo'ldimi boshida? Munavvara opamda bitta narsa bor. Sezganmisizlar yo'qmi Munavvara opam? Mana shu qiz shu ahvolda ketsa, ertaga qaysi tupikka kirib qolishini biladilar oldindan. O'shani oldini olib bizdan o'sha hidini sezdimi, shunday yonimizga chaqirib olardilar-da. Dakki berardilar. Shunaqa gapirardilarki, o'sha ishni qaytib qilmasdik. Mana sal yengil hayotga ko'nikib qolib, kalta-kulta kiyganga havas qilib, sochini qirqqanga, qoshini terganga havas qilib qolganlarimizgacha sezgan. Hali qosh terish naryoqda tursin, soch kesish naryoqda tursin. Lekin shuni oldindan sezardilar-da. Shunday olib olardi. Mana atrofimizda mana chekadiganlar bor edi, ichadigan. O'shalarga yaqinlashayotganimizda sirazi oldimizdan chiqardilar, sirazi. Foyda bizni rahmat mehmonlarimizga aytamiz, bir jonli ijrodan bo'lsin deymiz-da. Xonanda bo'lsa, endi hozir muxlislarimiz ham sizdan qaysi bir hangomani aytib berar ekan deb kutayotgandir. To'g'rimi, Vahobiddin? Jonli ijro deganda o'zi ana meni avlodimda hofizlar bor. Bilaman. Bor. Va yana bir tomoni avlodingizda Qur'on hofizlari ham bor. Allohga shukr bor. Bor, ana shu tog'aginalarim bor, rahmatli tog'am bor. Valijon aka Jumayev degan o'zimizni o'sha qishloqdagi, o'sha Navoiy shahridagi hamma to'ylarda u paytda jivoy aytilgan ovoz, maqomlarda, klassikalari juda zo'r aytgan. Keyin mana hozir hayot yashab kelyaptilar, umrlari uzoq bo'lsin. Uchqun amakim bor. Ularning ham ovozlari zo'r. Endi Xudo menga shu ovozni bermaganda boshqa tomonlama talant bergan. Sizda boshqa ko'rinishda namoyon bo'lgan. Lekin eshitishni yaxshi ko'raman, aytishni ham yaxshi ko'raman. Bitta aytib ko'rsam, baho bersanglar, mana tomoshabinlar baho bersa, qo'shiqchilikda ham qilib ketavering deyishi mumkin-da endi. Balkim qo'ying. Keling shu bugun Vahobiddin mana hozir shu qo'shiq aytib yuribdi. Birinchi bahoni shular bersin. Muxlislarimiz ham qolaversa, marhamat. O'zi aslida bu qo'shiq meniki. Sigir sog'ib o'ltirsam, qo'shnim keldi yonimga. Sigir sog'ib o'ltirsam, qo'shnim keldi yonimga. Erimni aybin aytib o't soldi-ku jonimga. Bormish qora qoshligi, uzun sochligi. Bormish qora qoshligi, uzun sochligi. Qora qoshini ko'rganda qo'zib ketar ekan yoshligi. Ko'kingni kiyay.
ohangni qarang, nolani qarang, endi pishilib yetilibdi. Ya, ko'kingniki ye. Ko'kingniki endi. Yomonida bu. Er bermoq jon. Yomon. Er bermoq jon bermoq deydi. Mana o'sha men juda yaxshi ko'raman Dildora Niyozovaning qo'shiqlarini. Ana bitta qo'shig'ini qarang. Meni hayotim aytganda, meni faqat sev degan joyi bor. Faqat meni sev. Qachonki unutasan, o'zing o'lganingdan keyin meni unutasan deganda, ana shunaqa jumlalari bor. Meni nimamda aytdi. Men emas, butun hamma ayollarda Baraka topdi. Sizlarga gapirib bo'lmasa. Xo'p, Qoidaxon. Ilk sahnadagi professional rolingizni birgalikda eslaymiz. U qayerda bo'ldi? Qaysi teatr sahnasida siz professional ijrochi sifatida sahnaga chiqdingiz? Diplom spektaklimiz bor edi. Bir qanotlilar degan. Uni Milliy teatrda, hozirgi Milliy akademik drama teatrida o'sha diplom ishimizni topshirganmiz. Minavra opam rejissyorligida. O'shanda juda katta bo'lmagan, lekin odamlar esda qoladigan yaxshigina epizodik rol. O'sha ona kirib kelish kerak edi. Hali sen onaga tortmaysan deganlar Minavra opam opasi bo'lib ham ukani himoya qilib kelsa bo'ladi. O'sha onani rolini opaga o'zgartirganmizda, men opani obrazini yaratganman. O'sha bittagina ukam bor edi. Shuni ham sen narkoman qilib qo'yding. Seni ustozim deganida, akam deganida, ishonch, bizni non tuzimizni yeganding. Hozir ukam nogiron bo'lib qoldi. Otam ukami nogironligini bilib, urib oyoq qo'lini sindirib tashadi deb dod deb kiradigan joyim borda, qarg'ab chiqib ketaman-da o'sha sahnada. Hozir uni ijro qilganimizga ham 15 yildan oshdi-da. Lekin qarang, endi so'zlar esimdan chiqqan bo'lishi mumkin. Hozir agar bitta aytib beray desam, lekin zo'r yurakda qoladigan. Qani. Juda og'ir Xarakterli rol bo'lgan ekan. Onam kelganlar tomoshaga o'shanda spektakl. Ana shu o'zi men spektakl boshida chiqardim, boshida o'sha chiqqan paytingdan yig'ladim deydilar uni. O'zi chiqqan bo'lsa 5 minut yo 7-8 minut chiqqanman-da. Uzog'i bilan. U spektakl 1,5 soatlikda. Ana shu 1,5 soat onam yig'lab tomosha qilganlar spektaklni o'shandan keyin. Bu nima deydi, faxrlanib aytadigan narsa. Baxtli insonsiz, chunki onangiz Ko'rdilar. onangizni bahosini siz qilmay oldingiz. Va o'sha tuyg'uni ishoning. O'sha sururni onangizga hech kim bera olmasdi. Siz bera oldingiz. Qarang. Alhamdulillah. O'sha paytda qarang, dramatik rollarni ijro etgansizda, qanday qilib keyin mana hozir sizda satira kuchayib O'sha ketdi. Aslida bitta narsa bo'ladi, uzr so'rayman. Satiradagi kuchli aktyorlar aslida yuragi yig'lab, ko'zi kuladigan insonlarda. Chunki Nikolinda shunaqa gapi bor. Nimaga siz dramatik rollarda ko'p ko'rindingiz? Dramatik rollarda chiqmaydi. Meni yuragim qanaqa yig'lashini bilmaysizlar. O'zi aslida satirani ijro etish qiyin-da. Unda mana bu gap lekin daho gap chiroyli gap, haqiqatdan qiyin. kuldirib yig'lab Kuldirish juda ham qiyin-da. Hozir shuncha narsani o'tkazdim. Kulish O'sha dadangizni o'sha 20 ming berib sizga kuzatishlarni o'zi drama. O'zi katta kino. Bu mas'uliyat degani bilasizmi? Qiz chiqib ketyapti 70 32 25 Huvayda Jumayeva ajoyib qiziqchimiz. Bugun siz kutgan uchrashuv loyihasining mehmoni. Bugungi muloqotimiz azizlar jonli bo'lyapti. Yana qarang, Huvayda Jumayeva bilan birgalikda har doim ham studiyamizga Vahobiddin Ziyo kirmaydilar. Shahnoza Nuriddinova rejissyor aytayaptilar, bunaqasi bo'lmagan deb. Rostdan ham bugun uchlik juda ham go'zal muloqot. Demak, telefon qilishingiz, qo'ng'iroqlar bor ekan, keling ulaymiz ularni. Bizning muxlislarimiz kuzatib borishyapti. Bundan tashqari Instagramda ham hozir to'g'ridan to'g'ri mana efir ketyapti. Vahobiddin, marhamat, muxlislarimiz agar savollar yozishsa, u savollarni ham bizga o'qib berishingiz mumkin. Mikrofonga urmang. Marhamat. Salomlar, tabriklar yo'llanmoqda, asosan jonli efirga minnatdorchiliklar kelyapti. Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'linglar. Kuzatib turganingizdan. Qo'llaring ko'tarib qo'yinglar deyapti.
sizlar. Aha, mana biz shu yerda bo'ldi Ular ulaymiz. qo'l ko'tardi, lekin bosh ko'tarmayapti. Chunki hali ulgurganimiz yo'q. Menimcha muxlislarimiz sizni ham ko'rishni xohlashyapti. Orada bu yoqqa o'tib qo'ysangiz ham bo'ladi. 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 Qo'ng'iroq Qani, bor ekan. keling qo'ng'iroq qilaymiz. Marhamat. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Marhamat. Rahmat. Man Vobkent tumani shofyor Sunnatullaman. Buxoro. Ha, juda ham yaxshi. Marhamat Sunnatullo. Savolingiz. Mana mehmonimiz Qulayda opaga ham assalomu alaykum deb qolaman. Assalomu alaykum. Vahobiddin akam bilan mana birga o'tiribsiz. Vobkentdan Buxorodansiz, ha? Buxoro viloyati Vobkent tumani shofyor qishlog'idanman. Aynan. Aynan deyaptilar. Marhamat. Doim mana shu nimani Qulayda opani shu lady showda doim ko'rib boramiz. Ayolim bilan uylar to'ylar bo'ladi. Har hafta kuni qoldirmay ko'rib boramiz. Jam bir kulgili voqealar bu. Efir tazdagi qo'shiqlarni ko'tarmasaydan beramiz opamiz bilan. Qiziqarli qo'shiqlarni nima qiladilar. Siglar ko'rib boramiz. Shu qoida qo'shmay gapiradilar. Kulgilari ham kelmaydi. Ro'yga kirib ketadilar. Deydan olalamizcha motivatsiyani. Deydan olalamizcha energiyani. Keyin u yana savolim shu ularga qo'shiq yozib, har xil qo'shiqlarni kulgili voqealar qilib aytib beradilar. Qo'shiqlarni kim yozib beradi ularga? O'zlari yozarlarmi? Yo'qmi? Salomat bo'ling. Siz bizni dastur avvalimizdan tinglamayapsiz shekilli. Baribir alohida so'rovlari bor ekan. So'rovlar. O'sha Mahfuzaxon Sherboyeva hamkorligida fikr almashuv bo'ladi. Bu guruh o'zimiz o'tirib olib yoziladigan narsa ko'pincha endi Mahfuza ko'p yaxshi ko'radi bunaqa parodiya yozishlarni. Sizga kim va nimalar motivatsiya beradi deyaptilar. Xalqimiz, muxlislarimiz olqishlari, e'tibori motivatsiya beradi va mas'uliyatni yelkaga zimmamizga qo'yamiz. Shunda qarang, shuncha Energiyani qayerdan olasiz? energiyani ham xalqdan olaman. Hech kim e'tibor bermasa, mana hech kim e'tibor bermasa, ko'cha-kuyda ham, televizorga chiqqaningizda ham bir like bosib qo'ymasa, bir reyting ko'tarilmasa, hech kim e'tibor bermasa, siz ado bo'lasiz. Siz yig'ishtirib qo'yib bir boshqa ishni boshini tutganingiz yaxshi undan ko'ra. Energiyani ham, motivatsiyasini ham, mavzularni ham biz xalqdan olamiz. Xalqni o'zi katta ijodkorda. Shunday. Manba asos xalqda. Qo'ng'iroq bor ekan. To'g'ri. Marhamat. Galdagi qo'ng'iroq. Allo, assalomu alaykum. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Juda ham yaxshi yo'ldosh. Marhamat, savolingiz. Aka, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Assalomu alaykum, paxtachi. O'zimiznikilar hammasi. Marhamat, jigarlar. Marhamat, savolingiz. Yo'ldosh, savolingiz. Bo'lgan deyman. Ko'p vaqtni ishlamanda deyman. Ayol o'zini ishlamanda ko'p rolda o'ynaganda deyman. Ustoz kim bo'lgan deyman. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ustozlarimiz. Keling, yana bitta qo'ng'iroq qilarkanmiz, keyin birgalikda javob berasiz. Marhamat. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat. O'zingiz ham salomatmisiz? Marhamat. Rahmat. Marhamat. Tanqidga munosabatingiz qanday? Kelajakda rejalaringiz nimalardan iborat? Hayotda shiyoringiz bormi? Ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Salomat bo'ling. Juda yaxshi savollar berildi. Rahmat. Tanqidga munosabatingiz qanday? Hozir birinchi boyagi savolga javob ber. Ustozlar ko'p, xudoga shukr, ustozimiz ko'p. Mana boshlanishiga mana Akmal Shodiyev degan inson bor. Hozir yoshlar ancha nima bo'lib qoldilar. Ulug'. O'z Navoiyda san'at kollejida birinchi ustozim Akmal Shodiyev. O'zimizni san'at institutini bitirgan insonlar. O'sha kishidan boshlashim kerak. Agar o'sha kishi bo'lmaganda otangni 20 pulini joyiga qo'yib qo'y deganlarida men kelmasdim bu yerga. Ol, otang pul topadi. Ol, ketdik degan inson mana shu kishi bo'ladi. Meni o'sha institutga tayyorlagan, o'sha pantomima, masal, monolog hammasini 2 yil davomida shu kollejda shu ustozimdan o'rganganman. Ortiq Sultonov, rahmatli Obid Asomov bizni shogirdimiz ustozlarimiz bo'lgan. Ularning shogirdlari bo'lganmiz. Zokir Ochildiyev,
keyin Tolib Hojiyev bizlar ustozlarimiz, Xayrilla Sa'diyev ustozlar ko'p. Hozir hayajonda ko'p ayrimlar qolib ketgan bo'lsa uzr so'rayman, lekin albatta ular menga telefon qilib urishib qo'yadi. Meni aytmading. Hammasidan uzr so'rayman. Bizdan oldin sahna yuzini ko'rgan barcha san'atkor, ijodkorlar meni ustozim. Keyingi muxlisimiz tanqidga munosabatingiz dedilar. Tanqid kelajak mevasi deydi. Ana shunga Kommentariyalarda tanqidlar bo'lib turadimi? Negativlar O'zi negativ boshqa narsa, tanqid boshqa narsa. tanqid boshqa narsa. U ko'rolmasliklar bo'ladi, ularga ahamiyat bermaymiz. Mayli deymiz, lekin tanqidni to'g'ri qabul qilaman va o'shanga qarab men o'zimni kamchiliklarimni to'g'rilaganman va bundan keyin ham to'g'rilab ketaveraman. Tanqidni ham hamma qilmaydi. Tanqidni sizga munosabati yaxshi bo'lgan, keyingi gal shuni takrorlamasin deb tanqid qilib qo'yadi-da. Kelajakdagi rejalar. Kelajakda rejalar ko'p tuzib tashlaganmiz, Xudo xohlasa. Bu necha yillik orzuyim shu, niyat qilib yuribman katta sahnalarda, Istiqlol san'at saroylarida nasib qilsin. O'shalarda konsertlar berish, faqat O'zbekistonda emas, boshqa davlatlarda mehmon bo'lib, konsertlar berib, xalq xizmatida yurish. Sayohatlarga Juda yaxshi ko'raman sayohatlarga. tez sayohatga chiqib turasiz. Hozircha yo'q, hozircha endi bolalarimiz hali yosh, katta qo'volaylik, o'zini o'zi eplab, o'zi maktabga borib, o'zi choy damlab lekin nega? Hamma narsani vaqtida o'tish. Vaqti bolalar katta Bilasizmi, bitta rolik aylandi. Bolalarni katta qilamiz deb orzu qilib yurgan xotin qari bo'lganda sayohatga chiqdi. Boyagi kemada uxlab qoldi. Shuni anaqa qilishdi. Ijtimoiy rolik juda ham muhim deb o'ylayman. Endi baribir sayohat qilish kerak. Bo'ldi. Mana shu efirdan keyin o'ylab ko'radilar. Huvayda. To'g'rimi, Huvayda? Ya'ni bolalar O'zbekiston bo'ylab ham sayohat. Men hozir kichkina farzandim 3 yoshda, sal katta bo'lish kerak-da. Uni kimga tashlab ketaman uni? Biz qarab turamiz. Sog'inib qolaman. Biz qarab turamiz, ha? Men qarab turaman. Keyin Navoiydan Surxondaryoga kelin bo'lib tushgansiz, ha? Qanaqa bo'lar ekan Surxondaryoga kelin? Ya menimcha Surxondaryoga kelin bo'lasizlarmi? Boshqa joyga ham farqi yo'q. O'sha azob, o'sha baxt hammasi qayerda qanday bo'lsa, o'sha surur. Shunday. O'sha munosabat. Surxondaryoga kelin bo'lganda bu uzoqdan kelin kelgan, uzoqlik bu, qo'yin picha ayaylik degan narsa bo'lmagan. Shu kelin nima vazifa qilsa, qiz yana polvon yurtga borgan. Xudoga shukr, qaynonamni maqtovini eshitganman, qaynatam duo qilganman meni. Ilohim. Qo'ng'iroqlar bo'lsa ulaymiz. Menimcha qo'shiqqa vaqtimiz bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsani aytkim keldi-da. Huvayda hozir aytdilar, hali bor. Maqsadim hali o'sha Istiqlol saroylarida konsert dasturini qo'yish deb. Lekin menimcha, men sizni anchadan beri kuzatib boraman. Menimcha konsert qo'yishni vaqti keldi menimcha. Siz nima deb o'ylaysiz? Mahmoddin? Yana ozgina o'z ustilarda ishlaysiz. Voye. Juda. Menga tartib vazifasini berdinglar. Bo'ldi. Qo'shiqqa yaxshi munosabat bildirdim. Zo'r. Aytsam bo'ladi, qo'shiqlar. Balki bir hazilimiz duetlar qilinasiz. Balkim. Juda bugun hay'at a'zolarimiz juda bir talabchan chiqib qoldi. Lekin qo'ng'iroqlarga bo'ldi. Va Instagram tarmog'ida jonli efirda bizni kuzatayotganlarga alohida rahmat. Ular minnatdorchilik bildirish. Salomat bo'linglar. Oila bilan bog'liq savollarni ham taqdim etishyapti. Oilasi haqida gapirdilar. O'sha yerda nuqta qo'yildi meni nazarimda. Biz qo'ng'iroqlarga quloq tutamiz. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum rahmat. O'zingiz ham salomatmisiz? Marhamat. Andijon shahrida Abdurasul. Juda ham yaxshi. Marhamat. Xursandmiz bizni tinglayotganingizni. Savolim, sizga qanday rollar bersa yoqtirib ijro qilasiz va keyin ikkinchi savolim, kliplarga ham tushib turasizmi? Javoblarga rahmat. Salomat bo'ling. Marhamat. Kliplarga ham tushib turamiz, chaqirsa, kelishib bilsak. Endi qanaqa rol berishdan qat'iy nazar hammasini o'ynagim keladi, hammasini. Chunki biz aktrisamiz. Nonimiz shu. Ko'p qirrali bo'lishimiz kerak. O'g'rini ham, to'g'rini ham, yaxshini ham, yomonni ham Xudoga shukr o'ynab kelyapmiz.
endi hozir xalqimiz ish bilan ko'p band bo'lib qoldimi, hozir tele ekranlarga kamroq vaqt ajratyapti, televizorlarga ko'rishga. Agar e'tibor bergan bo'lsa, ko'p hozir yaqinda bitta rolimiz chiqdi, o'zim ham mazza qilib o'ynadim. Yolg'onchi ayollar, mana kvartira sotadi, kvartirani olib kelib beradi, firibgarlik qiladi. Ko'zingga yaxshilab nafas ololmayapsan. Ana shunaqa narsa. U yoqadi menga. O'g'rini ham, to'g'rini ham, yomonni ham, yaxshini ham o'ynash. Lekin o'sha jamiyat eng katta og'riqli nuqtasi bo'lib qoldi, haligi boqimandalik. Bizni hamma qarayapti, bizga yordam berish kerak degani. Agar odam o'zini o'zi to'g'rilamasa, o'zini o'zi o'nglamasa, hech qachon o'nglamaydi. To'ppa-to'g'ri. O'zimizni o'nglashimiz kerak. Biz eng katta ildizlarimizda agar biz tariximizga qarasak, bizni kuchli ayollarimiz bo'lgan, To'maris momolarimiz bekorga bo'lmagan, bibi xonimlar bekorga kelmagan sahnaga. Nodira begimlar, butun boshli davlat siyosatini yurg'izgan Gulbadan begim, o'sha Boburiylarda taxtini juda katta o'ringa ega bo'lgan. Bu bekorga emas. Bizning jamiyatimizda ayollar juda yuksak mavqeda qadrlangan. Hozirgi kunda ayollarimiz juda kuchli, ham irodali, ham sabr toqatda erkaklardan o'tyapti. Xafa bo'lmang lekin. Ha deng. Qo'shiq eshitamiz. Hozir ovozlari pasayib qoladi. Biroz davom etamiz. Men haqli gapni eshitdim. Rahmat. Tan beraman. Shu mavzuda bir baynam qildilaringiz menimcha. Ham bunaqa hali o'lmaydigan mavzu bu. O'lmaydi ko'p qilamiz, lekin bu uchun mana muxlislarimiz, erkak muxlislarimiz xafa bo'lish kerak emas. Yon atrofingizga qarang, unaqalar tiqilyapti. Bu hozir aytganingizdek boqimandaylar dedingiz-ku. Men yon atrofimda bor o'shanaqa narsa. O'zim nolish juda. O'sha odamlar nolayotgan. O'zida bitta veligam yo'q, lekin ana Cobalt bunaqa mashina ekan, Innomarka bunaqa ekan, elektromobil bunaqa, palon bunaqa qilib yuribdi. Tugan ana shuni o'tirib olib hozir g'iybat qiladigan erkaklar ham ko'p. Nimada? Ilmsizlikda jaholat. To'ppa-to'g'ri. Ilmsizlik jaholatda. Lekin meni nazarimda hozir ota-onalar farzandlarini o'qityapti-ku. Misol uchun velosipedda qizini tashlab ketyapti maktabga, til o'rganish kursiga. 3 kilometrmi, 5 kilometr atrofida kelar ekan, o'sha qishloqdan tuman markaziga kelyapti. Men har kuni o'sha tuman markaziga, uyga borganimda, viloyatga borganimda ko'raman, shu velosipedda qizini olib kelyapti o'qishga. Ayol. Men uchun yo'q, erkak kishi olib kelyapti. Men uchun hozir davrda mana shuncha ishchini ta'minlab qo'ydim, tadbirkorlik qildim degan erkak qahramon emas, ana o'sha qahramon. Shunday. U hozirdan turib millat kelajagi uchun juda noyob bir kadrga yetishdi. Lekin hozir u qahramon emas deyapsiz-ku tadbirkorlar ham. Lekin shunday tadbirkorlar bor. Qancha o'sha o'qish xohish o'qiyman deganlarni ham hozir moddiy ta'minlab ularga yordam berayotganlar bor. Ularni ham o'chirib yubormaylik-da. Kichkinagina qadam bilan qahramonni ko'rsatadi. Siz juda ham yaxshi manzarani ko'ribsiz. Masalan, Yaponiyada ham bitta ko'rganman, bitta qiz bitta poyezdda o'sha o'qishga borib kelar ekan. Boshqa hech kim qatnamay qo'yibdi. O'sha nima deydi, u yerda shtatcha deydi-da, kichkinagina qishloqdan. Shunaqa deydi, lekin qarang, o'sha qiz bitirguncha o'sha poyezd qatnab turaveribdi-da. Qarang, bu bilimga, ilm olishga e'tibor. Men juda ham ta'sirlanib ketganman. Qachon bitiribdi, keyin mutolaasiga mavzuimiz to'g'ridan to'g'ri kelyapti. Kitob o'qigan ijodkor dedim sizni kelayotganingiz. Chunki nutqlaridan bilinib turibdi. Chunki Xudoyo dedim, kitob o'qiydi dedim. To'g'ri, kitob o'qiymiz. Oxirgi marta qanaqa kitob o'qidingiz? Qachon o'qidingiz? Bizda hozir uyaltirib qo'ymayman. Yo'q. Bizda hozir mana yangi uy oldik, Xudoga shukr, uyli bo'ldik. Ana shunda vatanli bo'ldik, Allohga shukr. Alloh xayrli qilsin. O'sha sandiq to'la kitob, Allohga shukr. Odamlar sandig'iga latta-putta bir narsalar solib qo'ysa, bizda hozir kitob, chunki kitob javon yasamadim-da, yangida chunki editsion. Muborak bo'lsin. Ana shu bolalarimizga ham shuni tavsiya qilaman. Lekin o'zimiz ham bee'tibor bo'lib ketyapmiz-da.
mana internet degan balodan odamlar to'g'ri foydalanishni bilmayapti. Hozir ig'voga, g'iybatga ko'p e'tibor berib, kim narsaga vaqtimizni ayayapmiz, ko'p vaqtimizni berib yuboryapmiz. O'sha faloncha artist unday qilibdi, mana qassoblardek so'yib ketibdi, bir narsalar qilibdi desa, hamma ertaga nima qilar ekan, bu nima qilar ekan deb yopishib qoldi. Lekin shuni men o'sha narsani ko'rmaylar deyman. Bolalarimga, o'zim tanishlarimga aytaman. Mana o'zim ham ko'rmaylar. Sizlar nima ko'rsanglar atrofingizga chaqirib olasizlar o'sha. Ana shu narsa hayotingizda faqat shu narsa bor. Shunday joylarga boramizki, mehmon bo'lamizki, u tarbiyani ko'rsa shunaqa havas qilasizda. O'sha qizimga deydi, tug'ilgan kuningga nima sovg'a qilay deb so'rasam deyapti. Qarang, hali mana 15 ga kirmagan qiz. Ona kitob sovg'a qiling debdi, qarang. Agar men hozir o'g'limga nima sovg'a qilay desam, u bir yaxshiroq bir o'yin, smartfon, gadjet bir narsalar deyish, men bilaman-da. Men havas qildim, shunaqa tarbiyali, o'sha qarasangiz ularda hayotida internet ham yo'q, televizor ham yo'q. Qarang, qanaqa kuchli odammi deyman-da ular boshqargan ayol. Aura toza, biomaydon yaxshi. Top toza. Mahatma Gandini shunaqa chiroyli gapi bor, hozir bahonada aytib o'tishim kerak bo'ladi. Har doim yaxshi narsalarga qarang, yomon narsalar haqida o'ylamang, fikrlamang va albatta ularni hayotingizga chiqaring. Albatta, chunki har bitta fikr bizda moddiylashadi. Shuning uchun yaxshi fikrlaylik, yaxshi narsalarni o'ylaylik. Mana hozir farzandlaringiz aytdingiz, gadjetlarga qaraydi. O'sha bolalaringiz bilan bir kunda qancha vaqtingizni sarflaysiz? O'zingizdan ortyapsizmi? Ana shu eng katta muammo menda hozir shu. Agar yo'q, men hozir ko'proq vaqtimni bolalarim bilan o'tkazaman desam, ijod qolib ketadi. Ijod ham qolib ketadi. Bu yerda anaqa mablag' masalasi ham bor-da. O'zi farzandlarim o'sha soat mana 5 gacha maktabi bor, maktabda ilm oladi, keyin uyga kelib qolgan uyda ishlarini ham qil deb aytaman. Ukalariga qaraydi. Men kech borgandan keyin o'zim charchab qolaman so'rashga, nima qilding, darsing nima bo'ldi? O'qiyapsanmi? Sharrillatib o'qib ber menga, arab tilida, ingliz tilida, rus tilida, men senga shuncha pul sarflayapman deb talab qo'yaman, lekin o'tirib u bilan suhbatlashishga vaqt yo'q. Lekin ular juda xohlaydi men bilan gaplashishga o'tirishdi. Lekin men haftada bir kun shunaqa qiling. Shunday qilish kerak o'zi. Bir narsadan voz kechib olish imkoni bo'lsa tonggi soatlarda qilish kerak ekan. Psixologlar shunaqa tavsiya beradi. Tonggi soatlarda ruh toza bo'ladi. Olla. Iloji bo'lsa qarang, atrofda qarang. 2 daqiqadan 5 daqiqagacha qiling. Men kechiringlar-ku, meni kechiringlar. Men shunday hozir ochiqchasiga aytaman, nonushta qilinmaydi bizda uyda. Qarang, ertalab dadamiz sahar soat 5 da turib chiqib ketadi. Men bolalar soat 7 dan keyin maktabga boradi deymanda 6:30 gacha uxlayman. Maktabda ovqat beradi-da, nonushta beradi-da bolalarimga. Kiyintirib jo'natib yuboraman, maktabda nonushta qiladi. O'zim yoqqa yuraman, bu yoqqa yuraman, o'zim bir narsalar og'zimga solib yuraman. Kichkinalarimni bog'chaga, kattalarim maktabda. Maktabda 5 mahal ovqat, bog'chada ham o'sha 5 mahal ovqat. Kechasi ham o'shan qilmaymiz deyman. Bitta manda master hozir. Bitta manda master. Ko'pchilik paytda bizga ajratilgan vaqtni nihoyalab bormoqda. Shunaqa bo'lyapti. Umuman zamon texnologiyalar tezlashyapti, zamon fursatlari bilan tezlashyapti. 233 menimcha biz qo'ng'iroq ulolmaymiz, Vahobiddin ulolmaymiz, chunki shu bilan tugab qoladi. Biz bliz intervyularimiz qolib ketadi. Uzr so'raymiz muxlislarimizdan. Hozir shu bilan tugaydi-da. Muxlislar. Alo. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Rahmat. Faqat tezlashamiz, vaqtimiz juda ham kam qoldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling, marhamat. Sog' bo'ling, Hanisa. Meni bir qo'shni kelinim bor. Meni do'stim ayoli, qizlasi, uning ismi Hakima, men Huvaydo deyman. O'qituvchilar. Nihoyat darajada bir xil hali gapirish talaffuzlar ham ohanggan bir xilda. Ana. Sen Huvaydosan. Huvaydo yoqqa kelib murojaat qilaman. Sizni kuzatib boraman. Har doim muxlisizman. Kishilarga, erkaklarga hamisha omad tilayman. Yoshlarga ham sizni xizmatingizga ham befarq emasman. Kuzatib boraman. Savolim quyidagicha. Sizni aldab qo'yishganmi yo bir xafa qilishganda o'sha xafagarchilikni kechirib ketaverasizmi yo
bir gina taxlab, bir etkon choylab yurasiz. Aynan. Rahmat. Yaxshi savol berdilar, yaxshi savol. Meni ko'pchilik xafa qilgan, men kechiraman. Kechirayoraman, lekin u bilan yaqin munosabatda bo'lmayman boshqa. Orani ochib yuboraman, lekin kechirib ketaman. Yuragimdan, miyamdan, hayolimdan chiqarib yuboraman, lekin uzoqlashib ketaman o'sha insondan. To'g'ri qilasiz, bu yaxshi tavsiya. Chunki o'shani eslashni o'zida sizga yomon og'riq keladi. Eslashni ham xohlamayman. Salbiy energiya chiqadi. Bilish savollarimiz bor. Bilish savollarimiz, bilish savollardan ham oldin qarang, bir ichak o'zi hangoma so'ragan edim efir boshida. Hali shu narsa bo'lmadi. Hali ichagingiz uzilmami? Ichagimiz bir kichkinagina bo'lsin, qaymoqday. Vaqtimiz ko'pmi? Shoshilib 2 daqiqa. 2 daqiqa. 2 daqiqada men ichagingizni uzamayman. Bu tomosha qilib hayotni ko'rganda tug'ilgan bu anekdot. Erkak zoti eng zo'r aktyor o'zi erkak zoti. Bu dunyoda shunday aktyor borki, u Ulug'bek Qodirovdan ham zo'r o'ynaydi. Kim deylar? Kim? Meni erim. Dadasi onam kelyaptilar desam, nima deydi. Ko'zi piyalada bo'lib ketadi. Shunaqa siqilib qoladi. Nimaga keladi onang? O'zi shunaqa. Mana ayol zotini uyiga ayol tomonidan mehmon kelib qolsa, erkagini avzoyi buzilib, kayfiyati tushib qoladi. Ovozi balandlashib qo'yadi. Nimaga kelarkan deb shu yoqqa o'tadi, sigaret chekadi, bu yoqqa o'tadi, sigaret chekadi. Erimni ahvolini ko'rib, rahmim kelib ketib, onamga telefon qilib, ona kelmay qo'yavering, o'zim boraman degilarim ham keladi. Agar shu payt eshikdan onam paydo bo'lsin, bo'lgan voqea. Shu payt eshikdan onam paydo bo'lsin, mendan oldin yugurib oldilariga chiqadi. Onajonim, onam. Nimaga kelmay qo'ydingiz, ona? Kechagina qizingizga aytib o'tirdim. Onangga bir telefon qilay, kesilay, sog'indim. Dedimmi? Desa, men ikkilanib qolaman. Ha, dedi. Onajon, bugun uyda ovqat yemaymiz. Sizni yaxshi bir kafega olib boraman. Yumshoqqina qilib go'sht qovurib beraman. Onajon desa, men onamga qayta qarayman. Shu meni onammikan yo erimning onasimikan deyman. Iqtidor qayerda, aktyorlar qayerda? Agar onam sal ko'zdan nariga turib qolsa, "Hey" deydi. Onasi ham demaydi, xotinim demaydi. "Hey, dedi, onang qachon ketadi?" deydi qarang. Onaga nima aytadi, qizim deydi. Qarichilik ekan, qo'l oyog'im og'riyapti. Shu opa singlingni uyiga bormay, ular senikiga chaqiraylik deydi. Ana yerdan ruxsat olish kerakmi bu uchun? Ming xil bu tovlanib boraman. Ichimdan nima o'tsa o'tadi. Dadajon esa, yaxshiyam sizga tegibman, shunday yaxshi ko'raman sizni deyman. Ichimda Xudo o'zing kechir yolg'onlarimda deyman-ki. O'zingizam aktrisa. O'zim aktrisa. Salomat bo'ling. Demak, ijodkorlar oilasi Ichagingiz uzildimi? Ichagim uzildi. Juda Bu hayratda yarim qoldim. oxirlar, keyingilarni qiziqsanglar o'zim sizlarga boshqa bir payt aytib beraman. Xudo xolisa. Demak, bu suhbatimizning birinchi qismi bo'ldi. Biz hali Huvaydonni o'sha suhbatlariga to'ymay qoldik. Sizchi Vahobiddin, hali savollarim juda ko'p edi-da. Yana bir menga bitta kunni belgilaydi, soatni emas. kunni Ichida belgilaydi. abeti bo'lsin, o'shini bo'lsin. Bo'ldi. Va'da Jumayeva, sizga ijodiy parvozlar tilaymiz. Rahmat. Sog'inib qolamiz. O'qishdan, izlanishdan, o'zingizni ustingizda tinimsiz intilishdan charchamaysiz. O'qiydigan ijodkorsiz. Keyingi uchrashuvlarimizda Xudo xolisa yana yangi ijod namunalaringizni ko'rib xursand bo'laylik. Bugun Istiqlolga hali erta dedingiz. Menimcha siz tayyorsiz. Tayyorlashimiz kerak. Tayyor, yo'q. Zalda arendasi bor. Tayyor topish kerak. Lekin o'zlari tayyorlar. Shahnozaxon Nuriddinovaga katta rahmat aytamiz. Vahobiddin Ziyo, siz boshqacha fayz berdingiz. Bugungi mehmonimiz esa Huvaydo Jumayeva bo'ldilar. Azizlar, yoshlarni kuzatib boring. Men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayeva juda ham xursand bo'ldim bugungi efirda. Salomat bo'ling. Rahmat.